buvijon, sizga nima bo'ldi? Oyi, ada. Oyijon, nima bo'ldi sizga? Voy, nima bo'ldi oyijon? Ay, nima bo'ldi? Voy, tez yordamga qiling tezroq. Ismalari chiqib qutishdi. Bu ismalari yo'q. Saborning xato. Voy, bo'pti, qattiq shamollab qolibdi. Yo'q, shamolganlar. Nima deymizmi bo'lsa? Qon bosimlari oshganga o'xshaydi. Fonendoskopni tanometr olib keling. Nima? Alo, tez yordammi? Onam hushlaridan ketib qoldilar. Yoshlari 56 da. Manzil Guliston ko'chasi 1-tor 56-xonadon. 56. Qon bosimi qon bosimi 200 shunaqa deng. 200 ekan. Bo'ldi, kelishyapti. Ular kelguncha birinchi yordam ko'rsatish kerak. Bo'lmasa yana oshib ketadi. Qo'shnimiz bo'lida qoling, borku chaqirgin ukol qilish bilanlar. To'g'ri. Buvijon, bilaman, meni eshityapsiz. Yonboshga ochishga harakat qiling. Magneziy bor ekan. Shu ukol tezda qilinishi kerak. Yana kechasi sizni ham balo qildim. Yo'q, kela. Qarang, nima qilsa bo'ladi? Oyijon yotibdilar. Voy, men ukol qilishni bilmayman. Limon chaqib bera qo'limdan ko'ra. Keling. Voy opa, yuzlari qorayib ketgan, yuraklari kasalmi deyman. Noto'g'ri tashxis bemorni o'ldiradi. Mana magneziy, ukol qilib qo'ying bo'ldi. Yo'q, men anchadan buyon qilmaganman ukol. Men ham 3 oylik anaqada o'qiganman karantin paytida-da. Lapiramid berib qo'y qolaylik. Iye. Qorni og'riqqa-ku bu dori Voy, opa. yo'q. O'zim qilaman. Nima? Alisan, sen u eplolmaysan, uni qo'y joyiga. Va qachon keladi tez yordamlaringiz? Kelayotganda hozir kelib qoladi. Oyi, bizga deyarli har kuni amaliy darslar o'tiladi. Laboratoriyalarda o'qitilamiz. Smartbook asosiy ta'lim olamiz. Men o'zimga ishonaman. Sen meni nevaram bilan baravarsan, qayerdan o'rganding shuncha narsani? Bu olib borgan Yevromed maktabida. Voy qo'shnijon, O'zbekistonda shunaqa o'qitadigan maktab bormikan? Qayerda u? Toshkentdami? Bor bo'lganda qando. Esingdagi 30 dan ortiq universitetlar bilan memorandumlar imzolay olgan maktab bor. O'quvchilar maktabni bitirishi bilanoq to'g'ridan to'g'ri shu universitetga borib o'qishi mumkin. O'quvchilar shu maktabda o'qib, o'zini shifokordek his qilishadi. Bilimi ham zo'r ekan, to'g'rimi bolam? Endi borib tur-ya. Turmang. Qon bosimingiz tushgan bilaman. Lekin hozir turmang. Xo'p. Oyijon, kelishdi. Keling. Tez yordamni chaqirib bekor qilsalar-da. Bemorimiz shular. Yaxshiman. Birinchi yordam puxtalik bilan ko'rsatilgan ekan. Sizlar yordam berdingizmi? Yo'q, nevaralari. Yo'q. Buvingga sen ukol qildingmi? Ha. Nechinchi sinfsan? 10-sinfdaman. Qoyil, otangga rahmat. Buvijonsi, sizda bizdan ham tez yordamchingiz bor ekan. Bu yog'iga dorilarni yozib beraman. Bo'lajak shifokor hammasini nazorat qilib tursa, nasib bo'lsa oyoqqa turib ketasiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat.